keyin jiyanim olib chiqing, aylantirib kelaman. Magazinga ketdim. Voy Dinozaxon, sizni charchatib qo'ymaydimi? Yo'q, siz birpas yotib dam olasiz, biroto'la. Dinozaxon, qarang, bugun ovqat qilsak bo'lar ekan-a? Karchka palo qilamiz ham. Ha, achishlar bilan maza qilib olamiz. Bering keyin, men sipirib turaman, siz ovqat boshlab o'tiravering. To'xtab turing keyin. Ovqatdan keyin men idishda olib yuvaman. Voy, biram yaxshi qaynsinglim bor-ku. Oyi, nega go'li olib bering o'qishga ketishimda? Voy qizim, sendan pul aylansin. Qashligimdan 500 ming olganda, borib o'zingga olgan. Voy, 500 ming so'm yetmaydi. Kinimgachi? Bilasiz-ku, har doim keyin bilan bir xil kiyinib yuramiz-ku. Dinoza, qayoqqa ketyapsan? Sen buni qilgan. Birpas keyin dam olsanglar, birpas bolalarni aylantirib keling. Obbo singlim, keningga rasali mehribonsan, xuddi opa singilga o'xshaysanlar. Bir xil qayni singillar bor, keningisi bilan bir-birini go'shin yeydi. Boringga shukur singlim. Aka, bilasiz-ku, opam ham singlim bo'lmagan. Keyin xafa qilishdan qo'rqaman men. Mani deb ketib qolsalar, keyin o'zim umuman kechira olmayman. Kimni qaynisingiz qanaqa? Kommentariyada yozib qoldiringlar.